Assalomu alaykum obunachilar. Bugun navbatdagi kanalimizdagi yangiliklarni e'lon qilish uchun keldik. Urganchimizda yana yangilik ekan. Optometraj do'koni Tojikiston va O'zbekiston bayroqlarini xilqirab turishini alohida e'tibor etasiz. Alohida mavzu bu. Obunachilar, hozir uni alohida to'xtalib o'tamiz. Optometrajni do'konni adreslarini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Obunachilar, berimizdan 7 marshrut o'tadi ekan. Har 2 minutda o'tib turibdi. Undan yana bir sabab turadi obunachilar. 7 marshrut. Shu pog'orotingiz Ibadullo to'g'ani yan boshidan kirib kelasiz. Chapga qarab ketsangiz 5 ning ko'piri, o'ngga qarab ketadigan bo'lsangizlar aeroport sitama, aeroport yo'lına qarab ketadi. Xullas 5 marshrut o'tadi. Ko'chani boshidan bedan esa 7 marshrut o'tadi. Xullas hozir biz odam yo'qroq vaqtda keldik, ya'ni klientlar kamroq vaqtda keldik. Boshqa vaqt klient ko'p bo'ladi ekan. Agar so'raganlar bo'lsa, bemalol 7 marshrut o'tadi obunachilar. Like'larni bosib turasizlar obunachilar. Narxlarni ko'ramiz, unchasidan ko'p barqlar ekanlar. Ketishga tanishamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum. Boshliq, assalomu alaykum. Murat aka, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Bormi? Bor bo'ling. Yangiliklarni zo'r qo'ying. Ha, xudo xolasa. O'zingiz tegmasin, molodis, mashallah. Narxlar nechik? Arzonchilik? Narxi arzonchilik, xudo xolasa. Eng arzondan boshlaymizmi? Ha? Keling. Yangilik arzonchilikdan boshlaylik. Mana mashina ko'rib turganingiz hammasi shifon. 7000 so'mdan sotib turibman. Aha. Kim rulonga olsa agar rulonga, mana 50-100 rulon oladi-ku. Ob'yom 5500 so'm. 5500 so'm. 5500 so'm. Bir kunda dastavka bo'ladi. Bir kunda. Yerdan. Ha, hamma viloyatlarga shu yerdan turib dastavka bor. Ayniqsa biz nima Buxoro, Qarshi, Qashqadaryo, Surxondaryoga chiqarib turamiz. Shu yerdan turib telefon qiladilar. Mana Toshkent stankada mashinalar bor-ku, o'sha yerdan chiqarib yuboramiz. 10 metr ham, misol uchun, rulon ham farqi yo'q umuman. 5500 so'm. Agar dona qolsa 7000 so'mdan dedikmi? Ha, metrlar bo'lsa 7000 so'mdan. Ha, 7000 so'mdan. Rulonga 5500 so'mdan. Ha. Bundan keyin sezon ham 80 xil rasvetkasi bor. 80 xil. Ha. Ha. Bu yerdagi dualarimiz nechik? Betlar mana qarang. Mana bu atlaslar 8000 so'mdan mana. 8000 so'mdan bular. Navro'z bayramiga. Mana bu paplinlarimiz ko'rib turganingiz, mana shu hozir 101 xil paplin bor. Hammasini ochganim yo'q. Mana bularni ham bir ko'rsating. 101 xil, ha? 101 xil, ha. Bular 10000 so'mdan. Xohlagan, ha? Xohlaganlari. Agar rulonni buzmasdan 50-100 rulon olaman desalar, tekis 9000 so'mdan. Urganch bo'ylab dastavka bepul. Rulonga olsalar. Qolgan joylarga kelishasiz. Ha, qolgan joylarga chiqarib yuboramiz, yo'l pulisini o'zlari beradilar. Aha. Hop, keling baqa. Ichkarida ham bor. Bor. Oho, ichkarida odam mavjud-ku savdo. Shunday. Ishi hozirgi ko'rsatgan shoylarim hammasi u yoqda yo'q. O'shaning uchun mana bu yerda bor. Bular 8 dan. Xohlani 8000 so'm. Shunday, ha. Mana bu jins tovarlar hozir kiyadigan. Bular rasvetkalar yana 2-3 kunda keladi, xudo xolasa. Bular 15000 so'mdan. 15000 so'm. 15000 so'mdan. Mana bu paplinlarimiz hammasi bular kачествоsi zo'r. Mana mashina bir 80 xil paplin bor. Bular hammasi 12 dan. 12000 so'm. 12 dan. Rulonga olaman desalar tekis 11 dan. 11000 so'mdan. Hop. Tak, bu yerda mana dasturxonlarimiz bor. Dasturxonlar shunaqa salfetkachalar hammasi optim narxda. Bilan kelishamiz mana. Mana mashina 3000 so'mdan. Agar buzilmaganini olaman desalar, o'sha kelishamiz baholarni, xudo xolasa. 3000 so'mdan, ha? 3000 so'm, ha. Yomon emas, 3000 so'm ajoyib. Shu. Mana bunaqa oq beklamlar ham bor. Endi buni biz yomon niyat qilib olib kelganimiz yo'q. Ko'pchilik mana kechasi misol uchun bir nima bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Biz kruglasutka xizmatda biz. Shunaqa kunlar uchun. 24 soat ishlaysizlar. 24 soat kerak bo'lsa ishlaymiz. Mana misol birov qaytish bo'lib qoladi-ku, to'g'rimi? Shu yerdan topasizlar shu narsalarni. Kechasi kerak bo'lib qoladi-ku mana saharga, to'g'rimi? Shu yerdan topasiz. Buni hamma narsasi bor ichida mana komplekt. Igna, sovun, hamma narsasi bor. Oq beklanlarimiz buni metrlab ham bor. 5000 so'mdan boshlanadi. 5000. Ro'mollar bor. To'yga nima qiladigan ko'ylaklar bor, har xil. Korobkasi ham bor buni. Bu qanchadan bu to'yga nima? 15000 so'mdan boshlanadi, to 40000 so'mgacha mana bunaqa korobkasiga solib beramiz. Chiroyli. Akkuratni sovg'alar deyman. Ha, padarkalik. 15000 so'mdan. 15000 so'mdan. Tak, mana bu yerda ro'mollarimiz bor mana. Har xil bor bularni. Yana bugun keladi, xudo xolasa. Mana. Bu eng ulusi. Bular 23 dan. 23. Ha, 23 dan. Mana bu maydasi hozir ko'rsataman sizga. Ha. 14 dan.
Bu 14 Buni ranglari bor, har xil. Bu ham dimon kichkina emas ekan, ha? Yo'q, yo'q. Endi mana buni qarang mana. Mana buni har xil rasvetkasi bor. Mana shu yerda turibdi. Bular 15 dan mana. Shu xohlaganlar 15 ming so'm. 15 ming so'm, ha. Bu qo'lisdagi qalinligi ham zo'r mana. Qalinligimi? Chista GB. Bu tovar. Ro'mollarni har xili bor, hozir yana keladi, xudo xolasa. Keyinroq yana bir chaqiraman sizni, kelib syomka qilib ketasiz. Inshaalloh. Bir 50 xil rasvetkada bor. 10 ming so'mdan boshlanadi GB ro'mollar. To shu 24-25 ming so'mgacha. Eng qimmati 25 ming so'm. Ha, shunday. Eng qimmati 25 ming so'm. Bu tovarlar nechta tovar bular? Bu tovarlar endi mana shu yerga osib qo'yganimiz. Hava. Bu yoqdan tanlaysiz, bu yoqdan kesib beramiz. Ha, bu yoqdan kesib beriladi. Tushunarli. Aha. Baqa keling endi. Bu tarafdan mana bu yerda mana atlaslarimiz bor, adnatonni. Mana shu hozir adashmasam bir 45 xili qoldi. Yana bundan bir 80 xili bor edi-da. Yana keladi xudo xolasa. Buni ko'pchilik zo'r narsalarga ishlatadi. Juda ham kerakli narsa. Bu biznesga ham, ofisga ham, boshqa joylarga ham buni ranglarini tanlab kelib olib ketaveradilar. Bular 15 ming so'mdan bizda. 15 ming so'm. 15 ming so'mdan, ha. Mana bu viskoza deydi buni. Viskoza. GB sholk bu, ha, juda ham качественный tovar. Bular 60 sotilgan, hozir 50 dan berib turibman. 50 ming so'm tutganimi? 50 ming so'mdan, ha. Mana ular bor-ku mana. Oldin 50 sotganmiz. Keyin 35 ga tushirdik. Bugundan boshlab mana sizni obunachilaringizga oldik 30 dan tekis. Buni izi uzilmaydi, ha. 2-3 kunda mana kecha biz rasprodajani boshladik. Uje olib ketdilar. 2-3 kunda yana keladi, xudo xolasa yana sizni chaqiraman, yana bir ko'rsatamiz obunachilaringiz uchun. Xo'pmi? Maytda keling mana 101 xil shifon bor. Hozirgi shifon ko'rsatdim-ku sizga 7000 dan. Bu adnatonnisi qimmat yuradi-da. Buni qarang, kechagi kungacha 15 dan sotganmiz. 101 xil rasvetkasi bor. Bularni xohlagan rangini topadilar ish qilib shu yerdan. Bular xudo xolasa sizni obunachilaringiz uchun 2 metr 25 ming so'm. Bozorni 15 kuruk aylanib ham bu bahodan topolmaydilar. 100% garantiya. 100%. Bemalol kelarasizlar, ha. Bozordan arzon demoqchisiz. Bozor albatta biz optim. Vot, maytda qarang. Tilqalar bor mana. Tilqa. Ha, bu gatoviy. Mana shu turishi bor-ku. Biz 500 dan kam sotmaganmiz. Shu bugundan boshlab mana bir ko'ylak tayyorda bu. Tikuvchimiz ham bor. Tikib ham beramiz garantiyasi bilan. Ish turishi shu bugundan boshlab 350 ming so'm. 350 ming. Sizni obunachilaringizga, ha. Endi qarang, mana bular mana 900-850 sotilganda, bu bizga o'zimizga ham qimmat kelgan bu. Bu Turkmandan keladi-da bular. Turkmandan keladi, ha? Turkmandan keladi, mana qarang. Mana shular turishi 400 ming. Bir ko'ylaklik, ha. Shu bugundan boshlab. Bir ko'ylakni polniy, bu razmerdagi ayollar bo'ladi. Shunday, o'zlariga mos qilib tikib oladilar. Ha, yaxshi. Mana. Tikuvchilaringiz ham shuning narxlari arzonmi shuni? Yo, arzon, garantiyasi ham bor. Hamma taraflama mashta bitadi ishlaring, xudo xolasa. Ha, yaxshi. Maytda mana Dubayskilar bor, bular 180 dan boshlanadi. Metri to 220 ming so'mgacha. Mana shular bozorda 300-280 ming so'm. Sizda 220. Yana kelishamiz, xudo xolasa. Yana kelishasiz. Kesalar, ha. Nimacha? Ustunda turganlarni ham aytdik axir mana. Bular ham gatoviy. Mana bunday qilib ko'rsataylik. Gatoviy. Enormi bu? Ha, anor mana. Xivollar. Chista turkman tilqi bu. Mana bularni ham ko'rsataylik, ha. Bularni ham zo'r ekan. Voy, yoldirab tursin aka. Ko'zni bujratib. Shuni qarang, buni qarang, mana og'irligini ham qarang buni. Bu to'yga kiyib borilarmi? To'yga, ha, to'yga mana misol uchun. Men endi dumam tushunmayman. Latsa alashtirmaysizlar meni. Shunday mana. Voy, mana bu diskotechnik-ku bang. Boshqacha-ku bu. Shunday. Yoldirab tursin qarang. Mana qarang. Mashallah, ay maka. Endi samjim kachествоsi zo'r bilani. Ha, bu xamilyon ekan bu. Bu endi go'k bo'lsa, bisherlari xamilyon ekan. Mana qarang. Shularni 700 dan sotganmiz. Shu bugundan boshlab 500 dan. 500 ming so'm. Mana shular 500 dan. Tayyor bir ko'ylak aniq chiqadi. Tayyor 100% mana o'zimiz tikib beramiz deb turibman-ku. Kesalaring mana o'zimiz tikib beramiz, chotki qilib mana. Qani Muratbek aka, shu yoshlardan bir dona oladigan bo'lsam 500 ming dostavka bormi? Bor. Qilib beramiz. Urganch bo'ylab bor, ha. Qayerlardan kelib berasiz? Screenshot qilib yuborsinlar, chizib turib bo'ldi. Tamam. Yuboraman. O'zim olib borib beraman. Telegram, WhatsApp bormi? Bor. Hozir qo'yamiz Telegramni. Ekranda kirib ketib qo'yasiz. O'sha nomerda Telegramimiz bor.
yozsalaring gruppamizga qo'shib qo'yamiz. Aha. Murodbek aka, bu dastur bu beradi rulonlarimiz nima bo'lar? Bular endi mana shu rulonlardan qoladi-ku, 2 metr, 3 metr har xil. Aha. Bularni shu kelishtirib beramiz, xudo xolasa. To'g'ri kelsa arzon beramiz. Albatta, tikuvchilar, ishlab chiqarishchilar hamma bilan ishlashamiz, xudo xolasa. Kelib bir marta olib, 2 marta olib nima qilsalar, keyin daveraga ham ishlaramiz, turarga ham. Duraram ko'rib beramiz. Turarga ham ishlaymiz, xudo xolasa. Bir boshda aytganingiz ishonch orada Shunday, bo'lishiga. Bizani bozorchi og'alarimiz hep kelamiz ko'p. To'g'ri. Kiyim ishlab chiqaradi, aytganimizdek, kiyim sotuvchilar. Как раз ustundayna. Tamom, gap yo'q. Menimcha topdik tochkasini. Bo'ldi, xudo xolasa, gap yo'q. Bu narxlar qachongacha amal qiladi Murodbek aka? Tayyorgalinchami? Tovarimiz endi har 3 kun, 4 kunda almashib turadi, xudo xolasa. Shu o'sbet qilganlar kelib olib ketaveradi. Ha. Shu ishlab chiqarishchilar ham bo'lsa ham kelib turib, mana 1-2 marta olib bunday bir tanish bo'lsak, keyin bemalol telefonda bitaveradi. Bu yoqqa kelishlari shart emas. Atmetka qilib yuborsalar, chiqarib yuboramiz. Biznesda shu bo'ladi. Gal ketib o'rtanib bermaydilar. Shunday. Murodbek aka, savdolar baraka. Yo'q, rahmat Og'abek. O'n bo'lsin, birinchi marta e'lon qilyapmiz. Balki ochilgandan chalma qoldi bu yerda. 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil oldu. 1,5 yil bo'ldi. Shaharda yashab turib biza bilamiz. Axir tumandagi obunachilarimiz neydan bilsin axir, to'g'rimi? Shunday. Hali ko'pchilik bilmaydi lekin, to'g'ri aytasiz. Men uyim shuda, biz masalan, Damir Bonizanda bilmayman men. Bilmaysiz, ha? To'g'ri. Ayollarimiz bilmaydi uydagi. Shunday. Like bosib, podelista qilib tashlang, obunachilar ko'pchilik bilsin. Bo'ldi, gap yo'q. Nodida sovg'a qilasiz ham, arzon narxlar ko'rib turibsizlar. Keyin qarang, mana birinchi video chiqarishimiz-ku, xudo xolasa. Sizni obunachilaringiz uchun mana kim yaxshi niyat, mana ro'za, Ramazon oylari 3 kishini tanlaymiz. Mana shu yerda turgan eng qimmat trend bo'lib turgan tovarimiz mana viskoza, mana hozir kiyadigan shol bor-ku, boya ko'rsatdim, ha? Ava. Ishundan 3 kishiga dvoykalik material podarka. Podarka beramizmi? Ha. Kommentariyagami? Kommentariyaga. Kim yaxshi niyat yozgan bo'lsa, shunga like ko'p oladi-ku, maksimal darajada tarqatadi tanish bilishlarga. Sizni obunachilaringiz uchun 3 kishiga tanlab, ashdan o'zlari kelib tanlab olib ketaveradi. Qanchasiga beramiz? 3 kishiga beramiz. 3 kishiga. 3 ta eng ko'p nabirat qilgan like. Ha, shunda keyingi videomizni aniqlaymiz. Aniqlaymiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gap yo'q. Lekin beri ssenariyda yo'q edi obunachilar. Shu. Ssenariyda yozilmagan lekin. To'g'ri. Endi bu chista qarab oringlar qizlar. Chista bu sizni podpischiklaringiz uchun, mana endi birinchi marta ko'rishlari-ku. Hech bo'lmasa 3 kishini xursand qilaylik. Bundan keyin xudo xolasa 5 kishi qilamiz. Inshaalloh, nasib bo'lsa, qo'llab-quvvatlab tursangiz albatta obunachilar. Gap yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.